puxta ilmiy asos, istiqbolli reja, zamonaviy ilg'or tajriba har bir soha kelajagi uchun juda muhim, xususan qishloq xo'jaligi uchun ham. Masalan, bugun aholining demografik o'sishi har bir davlat oldiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, jahon bozorida talabgir mahsulotlarni yetishtirishni ko'paytirish va qayta ishlashni kengaytirish kabi muhim vazifalarni qo'ymoqda. Shu bois sohaga zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish muhim. Sharof Rashidov tumanidagi agromarkazda tashkil etilgan qishloq va suv xo'jaligida raqamli transformatsiya, ma'lumotlarni raqamlashtirish, intellektual boshqaruv tizimlarini joriy etish va innovatsion yechimlar orqali samaradorlikni oshirish mavzusidagi o'quv seminari va ko'rgazma, zamonaviy ilmiy tadqiqot ishlanmalari, samarador texnologiyalar bilan fermerlar va klasterlarni kengroq tanishtirish va o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishdagi eng asosiy muammolarimizdan biri bu albatta sug'orish tizimi to'g'risida ketyapti masala. Iloji boricha ko'proq suv resurslarini iqtisod qilish va samaradorligini oshirish to'g'risida. Biz albatta bu masalalar bo'yicha ilmiy tadqiqot institutlari, oliygohlar bilan shartnoma asosida faoliyat yurityapmiz. Toshkentdagi irrigatsiya instituti bilan qilgan birinchi loyihamiz o'sha ishlab chiqarishga joriy qilinyapti. Birinchi navbatda boshladik, o'zimizni paxtachilik ilmiy tadqiqot stansiyasida yerlarida joriy qilindi 20 gektar maydonda. Bu universal. Kartani yarmiga ya 60 gektar, 70 gektar yerni 20 gektarga tomchilatib sug'orish emas, fermerni maydonni eng oxirigacha suv olib berish birinchi maqsadimiz. Shu loyihani ishlaganmiz. Bu tizimga ham tomchilatib, ham yomg'irlatib, ham egiluvchan quvur bilan sug'orish tizimini yaratganmiz. 1 gektar maydonniki 12,5 millionga tushyapti fermerga. Tomchilatib sug'orish qilayotgan eski loyihalarimiz 25 million, 27 million atrofida. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi biz ilmiy yondashib har xil nimalarni ko'ryapmiz. Masalan, mana shu irrigatsiya institutini olimlari bilan birga birinchi navbatda Arnasay tumanida ko'rganmiz. Mana yer ostidan sug'orish tizimi edi. Paxtakorda ko'rdik. Paxtakor tumanida Silver Life agroklasterini yerida tajriba o'tkazdik. Demak, sinovlarimiz yakuni bo'yicha bugungi xulosalarimiz endi nima bo'lyapti? Demak, sho'r yo'q maydonlarda buni joriy qilsa, suv nafaqat 50%, 70% gacha iqtisod qilishning imkoniyati borligi. Bu birinchisi. Ikkinchidan biz mana Arnasay tumanida ko'rgan tajribamizdan ko'rdik, sho'r yerlarda yer ostidan sug'orish maqsadga muvofiq emas ekan. Nimaga deganda 45 santimetrdan namlik berganimizda pastdagi namlikni ham tortib asli yordam beradi. Sho'r emas joylarda. Sho'r joylarda tuzni ko'tarib yerni betiga chiqarib olar ekan. Endi bizni masalan Jizzax viloyatini Paxtakor tumanining aksariyat yerlarida, Do'stlik tumanining aksariyat yerlarida mana shu yer ostidan sug'orish loyihalarini ishlayapmiz. Kelajakda tajriba isbotlasa, buni muqobilligini, ma'qulligini olimlarimiz isbotlab bersa, biz shu loyihani ham ishga tushiramiz. Mazkur ko'rgazmali seminar viloyat hokimligi hamda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti hamkorligida tashkil etilib, unda viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi tasarrufidagi tizim tashkilotlari, agrar subyektlar hamda fermer xo'jaliklari klasterlar rahbarlari ishtirok etdi. Seminar ilm va amaliyot uyg'unligi, hamkorlikning istiqbollari uchun muhim muloqot maydoni bo'lib xizmat qildi. Fundamental va amaliy tadqiqotlar institutimiz 2022-yilda prezidentimizning 42-sonli qarori bilan tashkil qilingan. Demak, mana shu 4 yil ichida institutimizda turli xil qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha ko'plab ishlar bajarildi. Bulardan bittasi qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirish uchun plazma texnologiyasi. Plazma bu nima? Moddani 4-holatli kuchli ionlangan gaz. Xona temperaturasida ham hosil qilish mumkin. Sovuq olov deb sodda qilib tushuntirsak bo'ladi. Demak, urug'larga ishlov berish jarayonida havodagi kislorod va azotni faol molekulalari urug'ning ichiga kirib, uni stimulyatsiya beradi. Demak, stimulyatsiya berilgan urug' uni potensiali har taraflama oshyapti.
unib chiqish jarayoni tezlashyapti. Tomirlari uzun nisbatan nazorat gruppasiga. Bu tomir qanchalik uzun bo'ladigan bo'lsa, mikroelementlarni tuproqdan olish shunchalik oson bo'ladi. Yashillik darajasi oshdi. Xlorofil kontent A, B xlorofillar miqdori oshdi. Xlorofil miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'simlikning turli xil kasallikka chidamlilik darajasi oshadi. Demak, biz 4 yildan beri bu narsani yapon olimlari bilan hamkorlikda plazma texnologiyasini qishloq xo'jaligida sinab kelyapmiz. Bug'doyda, paxtada, sholida, moshda sinovdan o'tkazdirdik. Paxtada hosildorlikni 21% gacha oshirib berdi. Faqat hosildorlik emas, uni sifat ko'rsatkichlarini, tola mustahkamligi, oqlik indeksi, eksport bob mahsulot bo'lyapti. Ya'ni tan narxini bu albatta oshiradi paxtani. Undan tashqari bug'doyni Alekseyevich navida sinovdan o'tkazdirdik. Bug'doyda Sirdaryo, Toshkent viloyati, Farg'ona viloyatida tekshirdik. Demak, hosildorlik 10% dan 24% gacha oshdi. Sentnerda 8 sentnerdan 13 sentnergacha hosildorlik oshganiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari sholini lazer navida sinovdan o'tkazdirdik. 15 sentnerdan 20 sentnergacha hosildorlik oshganiga guvoh bo'ldik. Ko'rgazmada nafaqat o'simlik urug'iga plazmali ishlov berish texnologiyasi, shu bilan birga meliorativ mobil laboratoriya, energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qurilmalar, nasos agregatlari, mexanik qismlar va ishchi organlarning texnik holatini diagnostika va nazorat qilish asbob-uskunalari, Eko-analitik Express laboratoriya kabi ilmiy innovatsion ishlanmalar va zamonaviy texnologiyalar ishtirokchilari e'tiborida bo'ldi. Jumladan qishloq xo'jaligida foydalaniladigan dronlar ko'pchilik e'tiborini tortdi. Prezidentimizda 2-apreldagi 122 sonli qarorida ham aynan universitetimizga dron bilan demak xizmat ko'rsatish vazifalari yuklatildi. Xususan 1-maydan boshlandi Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyatlarida dron xizmatini ko'rsatish yo'lga qo'yildi. Aynan dron xizmatida bizda hozir multispektral, lidar, giperspektral kamerali dronlarimiz bor. Aynan mana shu dronlarimiz aynan multispektral kamerali dronda oladigan bo'lsak, shu o'simliklarda stressga uchraganini aniqlash, boyagi o'sishda xaloq bo'lgan hududlar, yo bo'lmasam aynan mana shu o'simliklarda rivojlanishda sust bo'lgan joylarini aniqlab, aynan o'sha joyga demak suspenziya sepish. Bizda mana agrospray dronlarimiz ham bor. Agrospray dron yordamida o'sha hududda demak multispektral kamerali drondan aniqlangan ma'lumotlar asosida aynan achak deydi, ya'ni boyagi dehqonlar tilida boyagi zararlangan hududga borib dori sepish. Ya'ni bu vaqt samaradorligi suspenziyani tejash imkoniyatini beradi. Bundan tashqari yana bir misolni keltirishimiz mumkin. Aynan qishloq xo'jaligi texnikasi bilan dalaga kirib o'simliklarda rivojlanish uchun suspenziya sepishni bir tahlil qiladigan bo'lsak, dalaga texnika kirish uchun tuproq namligi 40% dan past bo'lishi kerak. Lekin suspenziyani talabida u 70%, 60-70% yuqori bo'lishi kerak. Bu bir-biriga mutanosib emas-da. Shuni hisobiga nima bo'ladi? Suspenziyani 2 barobar sepadi. Bu birinchidan xarajat qo'shimcha, ikkinchidan bu samaradorlik past bo'ladi. Lekin dronda bemalol mana shu tuproq namligi 70% dan yuqori bo'lgan hududga kirib, aynan o'sha kerakli bo'lgan kasallikka uchragan hududlarga dori sepish imkoniyatini taqdim etadi. Bugun agrar sohada ham energiya tejamkor texnologiyalarni ko'proq tatbiq etish ishlari ancha jonlangan. Bunda ilmiy tadqiqot markazlari olimlari bilan o'zaro hamkorlik yaxshi samara bermoqda. Mazkur ko'rgazmali seminar bu boradagi yangi ishlanmalar bilan tanishish imkonini ham berdi. Oxirgi paytda mana institutimizda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, suv tejash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash kabi yo'nalishlarda ta'lim-tarbiya berib borilyapti. Shu bilan birgalikda yosh olimlarimiz tomonidan, magistrlarimiz tomonidan, iqtidorli talabalarimiz tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilyapti. Bu yerda asosiy maqsad o'sha hozirgi dunyo miqyosida mana suv bo'yicha, suv tanqisligi bo'yicha masalalar ketyapti. Demak, mana shu suvlardan unumli foydalanib, o'shani avtomatlashtirilgan holda tizimli tashkil qilib berish masalalari bo'yicha tadqiqot ishlari olib boryapmiz. Bundan tashqari mana hozir alternativ manbalar, quyosh energiyalari, shu kabi nimalar, quyosh panellaridan foydalanib, demak, o'sha energiyani saqlagan holda mana shu jarayonlarda amalga oshirish bo'yicha tadqiqot ishlari olib boryapti. Bu bo'yicha xorijiy xalqaro grantlarimiz bor, mahalliy grantlarimiz bor. Institutda shu sohani mutaxassislari hozir bu jarayonda rivojlantirish, o'sha respublikamizda shu soha bo'yicha, viloyatimizda shu soha bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarga o'zlarining munosib hissalarini qo'shish maqsadida mana shu ishlar olib borilmoqda.
Suv taqchilligi ortib borayotgan bugungi global sharoitda mavjud suv resurslarini boshqarish, suv xo'jaligi obyektlarining texnik holatini yaxshilash, ekin maydonlarida tejamkor texnologiyalardan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga sho'rlangan maydonlarni bosqichma-bosqich bartaraf etish, degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash lozim bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatimizga kirib kelayotgan suv resurslarining 80% Sirdaryo daryosi, 10% Zarafshon daryosidan, 6.7% mahalliy soylar, 1.3% yer osti suvlari hamda 2.4% kollektor va zovur suvlaridan shakllanib, 300 ming gektar qishloq xo'jaligi maydonlariga yiliga o'rtacha 2.7 milliard kubometr suv resurslari yetkazib beriladi. Demak, suvni iqtisod qilish, zamonaviy suv tejovchi texnologiyalardan samarali foydalanish dolzarb. Ko'rgazmada mazkur yo'nalishdagi ilg'or texnologiyalar va ilmiy ishlanmalar ham namoyish etildi. Mana bizning viloyatimizda o'tgan yillar davomida 148 ming gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalar joriy qilindi. Mana joriy yil 2026-yil hosili uchun ham qishloq xo'jaligi ekinlarida 43900 gektar maydonda suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilish rejalashtirilgan. Biz mana shu joriy yilda viloyatimizda suv tejovchi texnologiyalar qamrovini oshirib boramiz. Qishloq xo'jaligi maydonlarida 70% maydonda suv tejovchi texnologiyalarini joriy qilamiz. Bu suv tejovchi texnologiyalar bizga suvni iqtisod qilishimizda juda katta yordam beradi, hosildorlikni oshiradi, suv resurslarining 30-40% iqtisod qilinadi. Mineral o'g'itlar qishloq xo'jaligi ekinlarining to'g'ridan-to'g'ri ildiziga borishi natijasida ekinlarning hosildorligi oshadi. Prezidentimizning tomonidan imzolangan 393-sonli qaror asosida betonlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Bizning viloyatimizda ham 4 ta loyihada 37,5 kilometr kanallarimiz betonlashtirildi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining 111-sonli qarori bilan ham viloyatda joriy yilda 4 ta obyektda 62 kilometr betonlashtirish belgilangan. Joriy yil yakuniga qadar mana shu 4 ta kanalimizda betonlashtirishlar amalga oshiriladi. Shuningdek, fermerlarga, klasterlarga kafolatli suv yetkazib berish ta'minlash maqsadida viloyatimizda Arnasoy tumanida 2 ta, Zafarobod tumanida 1 ta, Sharof Rashid tumanida 1 ta 100 ming kub hajmli suv hovuzlari rejalashtirilgan. Ushbu ishlarni ham qisqa fursatlarda qurilish ishlarini boshlab, sug'orish mavsumida yetib borish qiyin bo'lgan maydonlarga kafolatli suv yetkazib berishni ta'minlaymiz. Zafarobod tumanida Baxmal fermer xo'jaligi rahbariman. 94-yildan mana fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlayman. Mana bu yilga hozir bugungisidan ancha nima oldik. Shunday mana bu boyaga mana ekonomishni suv tomonidan sug'orish ham vaqtimiz tejilyapti juda. Bu yerimiz 80 gektar. 40 gektar bug'doy bor. 37 gektar paxtamiz bor. 87 nav ekamiz Xitoy navini. Qo'shqatar ekdik. Mana xudo xolasa u hosilni yuqori hosil olish niyatdamiz. Albatta, qishloq va suv xo'jaligi sohasida samaradorlikka erishishda ilm va amaliyot transformatsiyasi muhim. Shu kuni Jizzax viloyat hokimligi va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti o'rtasida kelishuv memorandumi imzolandi. Universitetning yetakchi ilmiy xodimi hududga biriktirildi. Hurmatli prezidentimizning universitetimizni rivojlantirish bo'yicha 2026-yil 2-apreldagi 122-qarorida shu juda yaxshi qaror bo'lgan. Bu qarorda universitetimizning olimlari hammasi respublikamizdagi viloyatlarga ilmiy maslahatchi sifatida biriktirildi. Maqsad universitetimizda qilinayotgan ilmiy tadqiqot ishlanmalari natijalarini shu viloyatlarga xususiyatdan kelib chiqqan holda shularga joriy qilish. Qaror chiqqandan keyin biz viloyat hokimligi bilan birgalikda, Suv xo'jaligi vazirligi bilan birgalikda 1 yillik yo'l xaritasi qilganmiz. Yo'l xaritasida mana shu Jizzax viloyatidagi katta yirik loyihalar, kichkina tumanlardagi loyihalar, suv xo'jaligi qurilishi bo'yicha suv omborlarini rekonstruksiya qilish, sel suv omborlarini qurish va hokazo qishloq suv xo'jaligiga taalluqli hamma loyihalar shu yo'l xaritada ilmiy asoslangan holda tavsiya berish degan narsa kiritilgan yo'l xaritada. Bizni vazifamiz
Demak, mana shu suv xo'jaligi bo'yicha, qishloq xo'jaligi bo'yicha viloyatda olib borilayotgan katta loyihalarga joyida borib ko'rganib, muammolarni o'rganib, ilmiy asoslab berish. Seminarda qishloq xo'jaligi sohasida viloyatda joriy etilayotgan ilg'or tajribalar, uning samarasi, shu bilan birga mavjud muammolar ham tahlil qilindi. Suv resurslaridan samarali foydalanish, tejamkor texnologiyalarni qo'llash, o'zaro hamkorlikda istiqbolli loyihalarni ishlab chiqish masalalari kelishib olindi.